Nega Cristiano Ronaldo Real Madridga o'tgach, umuman olganda o'sha faoliyatining ikkinchi qismida 30 yoshdan keyin Manchester United'dagi Ronaldoni ko'rmay qo'ydik umuman. Fintlar qilishni kamaytirib qo'ydi, driblinglar kamayib ketdi. Buning sababi nimada? Uning sport formasi holati, darajasi javob bermadimi? Yo'q. Buning ikkita katta sababi bor. Juda ko'pchilik bilmaydi. Hozir sizlarga o'shani aytib o'taman. Undan oldin kanalimga obuna bo'ling. Bu futbolga oid mana shunaqangi yashirin, hech kim bilmaydigan faktlarni beruvchi ajoyib sahifa. Unda boshladik. Do'stlar, dastlab mana bu videoga e'tibor bering. Ronaldo o'zining o'sha mashhur qancha himoyachilarni dog'da qoldirgan fintini o'g'liga o'rgatyapti. Bilasizmi, bugun yosh avlod uni faqat jarima maydonchasining ichida gol uruvchi killer deb o'ylaydi. Lekin uning o'tmishi butunlay o'zgacha bo'lgan. U yoshligida dunyoning eng dahshatli va eng tezkor dribyorlaridan biri edi. Umuman olganda futbolda mukammal hujumchi qanday xislatlarga ega bo'lish kerak bo'lsa, hammasi Cristianoda bor. Chap oyoq, o'ng oyoq, bosh bilan o'yin va tezlik, atletizm va dahshatli intizom. Xo'sh, unda nima uchun Cristiano Real Madridga o'tgach, ayniqsa 30 yoshdan keyin biz uning dahshatli driblinglarini kamroq ko'rdik? U nega o'zining uslubini o'zgartirdi? Buning ortida ikkita sabab bor edi. Ko'pchilik bilmaydi. 2014-yil Jahon chempionati arafasida Ronaldo tizzasidan juda jiddiy jarohat oladi va shifokorlar unga futbolni to'xtatishini, aks holda karyerasi xavf ostida qolishini aytadi. Lekin Cristiano to'xtamadi. Biroq bu jarohat uning oldingi portlovchi tezligi va keskin fintlar qilish qobiliyatiga ta'sir qilmay qolmasdi. U esa aqlli qaror qabul qildi, ya'ni tizzasini asrash va karyerasini uzaytirish uchun ortiqcha energiya sarflaydigan fintlardan voz kechdi. Ronaldo yosh o'tgan sari fintlar bilan vaqt yo'qotishdan ko'ra samaradorlik muhimroq ekanligini tushundi. Realda uning vazifasi o'zgardi. U qanot yarim himoyachisidan dunyoning eng xavfli killerga, ya'ni markaziy hujumchisiga aylandi. Unga endi fintlar emas, gollar kerak edi. Benzema unga buzdonalar ochib berdi, Bale va Marcelo esa uzatmalar yetkazdi. Ronaldo esa minimal harakatlar bilan maksimal natija olishni boshladi. Ronaldo futboldagi evolyutsiyaning eng oliy namunasi. U jarohatga taslim bo'lmadi, yoshiga bo'yin egmadi. U shunchaki o'yinini o'zgartirdi, o'zini o'zgartirdi va futbol tarixidagi eng buyuk to'pirarga aylandi. Mana buni haqiqiy mentalitet desa bo'ladi. Shifokorlarning futbol o'ynashni to'xtat, karyerang xavf ostida qoladi degan gaplarga quloq solib faoliyatini tugatgani qayerda-yu? Lekin ularning da gapiga qo'shib jarohatlarga qarshi chiqib futbol tarixidagi eng buyuk to'pirar bo'lgani qayerda? Bu rostdan ham Ronaldoning haqiqiy mentaliteti, haqiqiy aurasi do'stlar.